Hammaga assalomu alaykum. Aspir haqida qisqacha ma'lumot beraman deb va'da qilgan edim. Hozir vaqt bo'lganda siz o'sha programmani qisqacha ma'lumot berib o'taman va qanday ishlab, qanday trayektoriya qilib, qanday yoziladi o'shani ko'rsatmoqchiman. Men demak Aspir 12sini ustanovka qilganman. Ikkita bossangiz ochiladi. Men ustanovka qilganimga mana shu narsalar chiqdi. Lekin menga o'zi ziyon qilmayapti. Ustanovkam hammasi правильно o'sha arxiv ichidagi narsa bilan qildim. No shu narsa chiqdi va offline ishlayapti. Men yangi versiyasi bor deyapti. Men o'zi buni обновить ham qilganim ham yo'q. Bu agar litsenziya yoki nimangiz hammasi chotki bo'lsa, uni bossangiz o'zi обновление bo'ladi. Meniki взломный litsenziya emas, o'shanga men bosmayman. Xuddi artkamga o'xshaydigan, artkamga ochsa agar bu qismiga ochadigan narsa, bu soздать новый yangi narsa. Bu yerda yozasiz, alloy deydi, chiqmaydi-yu. Bu arkni to'liq ochiladi. Va o'sha artkamga beradigan joyi, ya'ni zagotovkani ichiga nechiligi, boshqasi hammasi mana bu yerda chiqadi. Demak, mana shu bu qismi nimaga javob beradi? Bu qismi zagotovkaning tepa qismi bilan biz ishlaymiz. Agar buni qo'ysa agar ikkita qism bilan ishlaydi. Bu qolip matrisa yasash uchun qulay narsa. Va uchinchisi bu kimlatish tariqasi deydi. Lekin bu so'rovni tariqasi demak o'sha balyasni noshkalar shular uchun mo'ljallangan narsa. Demak bizda shunda turadi. Ikkinchisida mana bu razmerlar yoziladi bu yerda. Va albatta millimetrga qo'yamiz. Keyingisiga esa assalomu alaykum. Keyingisiga o'sha zagotovkaning tepasigami yoki pasti bilan nol olinadi. Bu artkamga trayektoriya yasayotgan paytda chiqadi. Bunga sразу shu yerdan so'raydi. Biz zagotovkaning tepasi bilan ishlaymiz, shu yerga qo'yamiz. Bunisi tanish holat, o'sha sentrovka qayerga qo'ysangiz sistema koordinat deydi. Sistema koordinat o'sha joyda ishlaydi. Va keyingisi mana bu modeling oscillation degan. Bu sifatiga javob beradi. Artkamga разрешение degan richag bor, o'sha richagni ishini qiladi. Bu pastiga qo'ysa tez ishlaydi, sifat uncha yaxshi chiqmaydi. Men sifat en balandiga qo'yaman. Celsius bo'lsa ham o'sha sifat yaxshi chiqadi. Va keyingisi mana bu o'sha 3D vidda yoki simulyatsiya viddagi holatini qanaqa holatda, yog'och holatdami, temir holatdami shuni bu yerdan определить qilasiz. Xohlasangiz yangi tekstura qo'shsangiz bo'ladi. Menga o'xshab, men misol uchun teksturani qo'shaman. Tekstura misol patina deb yozgan, bironta bir mana shu yerdan tanlab yoki temniroqdan misol uchun qo'shishim mumkin va oxirida OK deb bosaman. Bu yerda hammasi teoriya, faqat mana bu qalinligini ham bunga beriladi. Qalinligi 16 deb bu yerda berdim. Va OK deb bosaman. OK deb bossamanda o'sha bu yerda o'sha menga kerakli razmer polya chiqadi. Xuddi artkamga o'xshaydigan va bu yerda artkamga o'xshaydigan funksiyalari bor. Buni qulayligi ko'p elementlari artkamda yo'q elementlar bunda bor va ishlash jarayoni menga juda yoqdi. Menga ma'qul bo'ldi. Hamma tomonlama. O'shanga bu ma'qul, yaxshiroq programma deb tavsiya qildim. Demak, hozir bitta operatsiya, ya'ni bitta proyektni simulyatsiya trayektoriyasini yasab ko'rsataman. Bu uchun chizib qo'yilgan vektorim bor. Import vektor mana shu yerdan qilsa ham bo'ladi, boshqa joydan qilsa ham bo'ladi. Рабочий stol, bu mana bunisi o'zgartirilgan. Buni ochadi va ochayotgan paytda qayerda men masalan boshqa programmada mana shu yerda men chizgan bo'lsam xuddi shunga ochildi. Artkamga so'raydi-ku, buni sentrovat qilaymi, boshqalar bunga bunday emas. Buni men rushnoy sentrovat qilaman. Sentrovat bo'ldi. Mana shu holatda chiqdi va bu holatda chiqqanda mana bu rangi past, buni rangi baland. Bu o'sha boshqa programmaga ishlayotgan paytda, rang bilan ishlayotgan paytda o'sha holat bo'lgan, ya'ni svetli rang bo'lgan. Misol temniroq qilish muammo emas. Mana shu
slow bilan ishlaydigan odamlar uchun mana shu yerda mo'ljallab qo'ygan. Demak, birinchi gal gravirovka qiladigan narsalarimni belgilab olib, xuddi artkamga o'xshab gruppa qilaman. Gruppa qildim. Xo'sh, endi sразу o'sha gravirovkani trayektoriyasini, ya'ni upesini yasaymiz. Обработка joyini bitta bosasiz va knopkasini bossangiz shu yerga qoladi. V-образный gravirovka посредней liniya qismi mana shu yerda. Bu yerda faqat teg'ni tanlaymiz. Teg' mana shu teg' 22lik 90 gradusli. Xuddi shuni tanladim. Xuddi artkamga o'xshaydigan boshqa funksiyasini qilmayman, faqat vычислить, ya'ni yasa deyman. Bu yerda hozir buni yasab bo'ladi. Yasab bo'ldi. 2D holatida o'sha strelka bilan hattoki ko'rsatadi, qaysi tomonga ketadi. Bu bir marta bu tomonga, bir marta yana bu tomonga keladi deb shu yerda aytyapti. Ikkita tomonlama. Va keyingilarni ham xuddi shunday qilamiz. Keyingisiga mana shu ikkita chizig'imni ushlayman. Bu yerda vibirka qilaman. Vibirka qilishim uchun bu funksiyaga o'taman. Frezirovka vyomki. Bu bilan qilishim mumkin, bu bilan qilishim mumkin. Shu bilan qilaman. Va bu yerda chuqurligi misol 8 qo'ygan. Bundan oldin ishlagan narsalarimni xuddi Artcam 2018 ga o'xshab, Artcam 2018 bir nechta OP qilsangiz saqlanib qiladi. Lekin bundan avvalgi qilgan ishlarimni ham saqlanib qilganman. Kansevo 3 bilan ishlaganman, boshqa qilganman. Ya'ni ba'zi frezerni men boshqacha qilaman. Bu 3 mm emas, men masalan 6 mm lik qo'yaman. Avval preminitni bosishim kerak va vibrat qilaman. 6 mm lik. 3 mm likni bu yerdan udalit qilaman. Keyingi etap qiladigan ishim bu yerda ko'rsatyapti. Bu birdaniga tushuntirib o'tadi. Shundan bu spiral qilaymi yoki nima qilaymi? Bu yerda mana spiral, bunisi bu spiral, bunisi raster edi. Va tashqaridan ichkaridami deb so'rayapti bu yerdan. Pastroqqa boramiz. Programma ruscha, lekin mana shu qismlar baribir inglizcha chiqadi. Bu yerda ham сейчас deb bosaman. Bu nimamiz ham trayektoriyamiz ham yasab bo'ladi. Keyingisiga o'taman. Keyingisiga o'tishim uchun bunaqa o'zi sal g'alatiroq bo'lganining sababi buni o'zgartiraman. Shagi juda ham mayda berilgan. Shagiga e'tibor bermaganman. Mana shu yerda pravkani bosamiz. Pravka qismiga mana shu teg'imizni bo'yab tanlashga tanladimmi? Buni zakir qilaman. Edit, ya'ni sozlashga kiramiz. Qayta sozlaymiz. Количество зубов 2 ta, glubina shag, mana shagi juda ham mayda. Shagini 3 qilaman yoki 2 qilaman. 3 bo'ladi. Okay. Va qaytadan сейчас deb bosaman. Qaytadan сейчас deb bosaman. 2D ko'rinishda mana ko'ryapsizki, o'sha shagi katta bo'ldi, tezroq bo'ladi. Va keyingi etap qiladigan ishimiz bitta chiziqni ushlayman. Keyingi funksiyamni qilaman. Buni yopib turaman. Keyingi funksiyamga ana shu funksiya Artcam 2017-18 va o'sha teparoqdagi uchtasi bizga qilgan funksiya, ya'ni mouse chuqurligi buni 6 qo'yaman. Bu yerda tex tanlayman. 120 lik emas, menga sferiskiy kerak. Sferiskiy ham sferiskiy yasaymiz. Bu yerda hozir millimetrda turibdi, diametr deylik 16 lik. Shag glubni zahot hammasi turadi, millimetr minut shu bo'ldi. 1 minut, okey. Vibr 16 lik qo'ydim va mana shu yerda tashqaridan shu chizig'imizni tashqarida обработка bo'lishi mumkin. 16 mm lik ichkariga buni o'tir yoki pasentr. Men pasentrga qo'yaman. Bu o'sha profilu degan Artcamda xuddi o'sha funksiya bor. Qolgan funksiyalarga tegmayman, vычислить bosaman. Bu ishni men bajarib bo'ldi. Yana 2D ga kiraman.
manda o'zi bitta funksiya qoldi. Mana shuni ushlab turib, boyagi funksiya 3tasi birga degani sal noto'g'riroq bo'ladi. 4tasi birdaniga desam ham bo'ladi. 4-inchisi gravirovka qilaman bunga. O'sha chuqurligini 8 qo'yaman. Teg'ni tanlayman. Teg'da 120 kerak menga. Ya'ni V-образный bu yerda nima deb yozgan edik? Konusavoy o'sha 120 likda 90 emas, 120 lik tekaman mo'ljallangan. 32 bu yerga turadi. Millimetr minut 24.000 оборот. Chunki men buni uyaman. Bu prosta ko'rsatish emas, ham uyib ham o'sha narsani nima qilaman? Xo'sh, shagi bo'lsa, shagi daxli yo'q. Finishli подход bir marta kirganga, misol 10 mm kiraversin, glubinasi проход. Yo'q, mana buni 10. Bu finishli подход. Bilsam shunda tursin 1 minut. Okay, vibr. Okay. Bu 9 mm dan ko'p kirmaydi deyapti. Bu ham buni turga qo'yaman. Endi ichkarisini olsin shu frezam va yana bitta fishkasi. Bu fishka tak ogli degan joyda bor. Mana qarali narsa chiqadi. Galochka qo'ysa agar va o'sha vычислителni bosaman qaytadan. Endi holatini ko'ramiz. Endi hammasini simulyatsiya qilib sizlarga ko'rsataman. Nima hosil bo'ldi? Bu va shunga o'xshagan nimalar, video darsliklari hammasi internetda bor. Programma esa kollektiv boshqa emas, hammasi взломанный. O'sha birma-bir men shu programmani o'zini taylagan. Endi hammasini simulyatsiya qilishim uchun mana bu yerda посмотр всех операций shuni bosamiz va bu ishlov beradi. Ishlov berayotganda biza razрешение, ya'ni ruxsatini balandiga qo'ydik va o'shaning hisobiga bu sal sekinroq ishlaydi. Agar ruxsatini kattaroq qilsa agar bu tezroq ishlaydi, sifati yomon chiqadi. Artkamga ham shu holat. Ruxsatni ko'tarsangiz, sifat ishingizni sifati ham va ko'rinish sifati ham o'shanga yarasha bo'ladi. 6lik обработкamiz chetda havoga o'ryapti. Bu yerda xato bo'lishi mumkin. Xato bo'lsa pravka bilan to'g'rilab olamiz. Mana shu havoga o'yayotgandek ko'rinyapti. Balkim shunda ko'rinyapti, o'z bilmaymiz. İşini tugatsin, keyin ko'ramiz. To'g'ri. Buni boyagi simulyatsiyaning bittasini nima qilmagan edik? Mayda shartni to'g'rilab olmagan edik. Buni to'xtataman. To'xtatish mana bu yerda o'zi X ni bosaman. X ni bosyapman, to'xtata olmayapman. Demak, qo'yish bu yerda pauzani bosaman, bu yerdan ham bo'lmayapti. Xo'sh, qarab turamiz. Programma nimaga qaraganda ancha nimaroq, arqamga qaraganda osonroq. Buni 3D modellash jarayoni ham juda ham oson ekan, juda ham qulay ekan. O'shaning hisobiga ko'p narsalar menga ma'qul bo'ldi. Xo'sh, kontur 2 ni simulyatsiya qilamiz. Kontur 2 mana simulyatsiya bo'lyapti. Bu yana o'sha 120 ni ishimni shunday qilyapti. Balki men o'zi tex tanlashda yoki nastroykasiga adashgan bo'lishi mumkin. Kontur 1 ni uyib ko'ramiz. Xo'sh, bu holatimiz chiqdi. Menga o'zi bitta faqat vibrka bilan keyingisi bo'lmayapti. Tak, virusga nomini qo'ymabman, xato qilibman. Vyomkasini bitta. Mana bu vyomkaga necha marta bo'lyapti, nima qilyapti shu ko'rinadi. Vyomkani bitta start qilaman.
va o'sha vyomka o'zi men aytganimdek chiqmadi. Men pravkasiga kiraman, yana so'zlayman. Nima bo'lgan? 0.8 mm tushishi kerak. 6 mmlik teximda kamchilik bormi bu yerda? Diametr 6, glubina za prоход kam qo'ygan ekan. Glubina za prоход men o'zi 3 mm qo'yishim kerak. Okey. Va qaytadan simulyatsiya qilishim kerak. Endi bu yomkani qaytadan uyib ko'ramiz. Glubinasi chuqurligini kam qo'ygan hisobda bu yerda chiqmaydi. Buni ko'plar biladi. O'shaning chuqurligi tushmagan. Men 8 ga qo'ygan, lekin bir marta olishga 3 mm 3 marta oladi bu narsani. 4 qilish kerak edi. Men 3 mm qo'yibman. Boyagi havoga urdi deganim 0.3 qo'ygan, 0.3 уже ko'zga ham ko'rinmaydi, hattoki o'shani hisobga bu yerda xato chiqayotgan edi. Xo'sh, endi ko'ramiz. Endi bu yerda qanaqa xatoyimiz bor. Hammasi to'g'ri, mana bu yerda yana bitta tex uyishi kerak. Ya'ni mana bu 3-inchisi bo'lishi mumkin. Buni ham pravkaga kiramiz. 0.3 va redaktorga kiraman. Bu ham xuddi shuni glubina za prоход 3 mm to'g'ri turibdi, hammasi to'g'ri. Okey deb bo'lsam 6 mm tushishi kerak deyapman. Xo'sh, texim 16lik. Po kontur, ya'ni o'rtasi bilan borsin deyapman. Bu hammasi to'g'ri. O'z qilib ko'ramiz. Вычислить va вычислить qilgandan keyin mana endi uyib tayyorlab berdi. Sifati mana shunaqa chiqadi. Menimcha xato joyi qolmadi. Yo, xato joyi bo'ldi. Mana bu 120 ga chiqmadi bu narsa. 4-inchisi. 4-inchi oxirgi qilgan ishimiz. Pravkaga qaytadan qilaman. Bu yerda 90lik tanlabman. Xo'sh, 90lik emas, buni 120 tanlashim kerak. Redaktorga kiraman, qaytadan 90 emas, 120 qo'yaman. Okey. Bari bu yerda 90 bo'lyapti. V1 qaytadan V1 deb tanlayman. Konusavoy 120 32 bor ekan, shuni o'zini tanlayman. Endi xudo xohlasa chiqadi. Вычислить bosaman. Вычислить bosdim. Va endi 0 qilaman hammasini. Qaytadan hammasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Gravirovka to'g'ri. Gravirovkadan keyin V1dan keyin shu 16lik, 16dan keyin oxirgisi 120 bilan qirali gravirovka chiqadi. Mana shu ishlash jarayoni. Agar kim to'liqroq yana ma'lumot kerak bo'lsa, to'liq hamma funksiyasini bilmoqchi, hammasini o'rganmoqchi bo'lsa, bu o'sha pulli o'rgataman bu narsalarda. Men sizlarga bitta misol qilib, kim agar ishlamoqchi bo'lsa, bemalol shuni ishlasin degan ma'noda aytyapman. Bu yerda ko'p funksiyalar bor, bilmaydigan funksiyalar, boshqa narsalar. Mana shu holat chiqdi mana. Boshqa funksiyalarni o'rgatish hammasi o'sha pulli bo'ladi. Bu chunki o'sha xuddi artqanga o'xshaydigan programma to'liq o'sha noldan boshlab aloydan desa aloyda o'rgataman yoki video darslik qilib soting desa o'shanday qilib sotishim mumkin. Aloyda masalan u translyatsiya qilib o'rgatishim mumkin. Demak, ana shu bo'ladigan, chiqadigan bu Google man переделка qildim, o'ziga mosladi. Chunki bu yerdagi Google sal boshqacha edi. Bu safar men qilganimga klientga yoqmadi. Mana shuni o'zidek qildim. Endi buni bittasini o'zim obrazis qilib ko'rdim. Buni endi o'z listga joylashib, hammasini taxlab, tayyorlab beraman. Demak, shu hammaning ishiga omad. Agar
programma ma'qul bo'lsa, bemalol o'zi internetdan o'rganaman desa, bemalol o'rganishi mumkin. Yo'q, agar o'rgating desangizga to'liq o'rgatishim ham mumkin. Muammo emas bunga, chunki ishlash oson, qulay. Va buni bitta narsasini ko'rsatmadim va bularni hammasini qanday saqlanib qiladi. Saqlanib qilishda men nomlarni yozmadim, bu yerda o'zi avtomatik chiqdi. Masalan, bu web bilan uyadi, bunisi webga. Masalan, shuni saqlanib qilmoqchisiz. Xuddi artqamga o'xshaydi-ku, mana shu joyda bosamiz. Qolgan joylarini aytib o'tirmayman. Men eng asosiy joy postprosessor. Postprosessor endi standart Xitoy sanoqlari bo'lsa, bittalik magazinsiz, G-kod millimetr menga o'z to'g'ri kelyapti. Shuni ishlatsa bo'ladi. Agar magazinli bo'lsa yoki LNC yoki boshqa bo'lsa, uni o'zining postprosessori bor. Bir spiskalari bor, spiskadan topib o'shani tanlab, o'shani saqlanib qilsa bo'ladi. Saqlanib jarayoni, misol uchun men sizlarga ko'rsataman. Deylik 3/7 deb qo'yaman. G-kod tab рабочий stolga saqlanib bo'ladi, xuddi shunday. Buni olamiz. 3/7 G-kod, mana shu yerda saqlanib bo'ladi. Mana G-kodi bor. Buni ochib ko'rishim mumkin. Mana shu to'liq G-kodi, to'liq UPS yoziladi va bemalol ishlasa bo'ladi. Demak, shu tushuntirib beradigan narsam shundan iborat. Endi men o'zimga ma'qul bo'lgan narsani boshqalarga barham ko'rish uchun o'sha nima deydi? Boshqalarga ulashga harakat qildim. Agar zehningiz o'tkir bo'lsa, agar bundan oldin ishlayotgan, artqam bilan ishlayotgan bo'lsangiz, ko'p funksiyalari artqamga o'xshaydi. Qidirib topishingiz kerak, sal vaqt kerak bo'ladi, qidirib topsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, nozim shu. Agarda yo'q, o'z o'rgating desa, agar bemalol o'rgatishim mumkin bu narsani. 2D'dan boshlab 3D'gacha birma-bir video darslar qilib, bu lekin o'sha albatta pulli bo'ladi. Yo'q, menga qandaydir qaysi mavzusi menga kerak, o'shani video qilib tushuntirib bering desam, unaqa variant ham bor. Unaqa variantda ham o'rgatishim mumkin. Demak, shu tushuntirib bermoqchi bo'lgan narsam hammaning ishiga omad.